Yem hurmatli yurtdoshlar, mana pechkalarimiz. Assalomu alaykum. Nimaga suyimsiz? Ishlar bilan charchamang. Pechkalar reklama qilmadik, sababi ko'rida bir qilamiz. Klientlarimiz yaxshi baribir reklama qilishni maqsad qilib ko'rsatmoqchimiz. Mana pechkalarni xudo xolasa kraskalar chachamiz. Kraska chachamasdik. Ko'p odam talab qilib shu kraska deganicha kraskani moshinasini olib kelib kraskani 1200 gradusga chidamliligini, 15 yilga garantiyaliligini olib keldik. Xudo xolasa 15 yil ichida sifatini yo'qotmaydi. Mana do 15 leti защищает. Xo'p, keyin ko'rsatadigan narsam bitta pechkani ham sifatiga, bu qilingan joylariga bitta ahamiyat berasizda. Kelingda ko'rsatingda mana. Qarang. Choklarni qarang. Yoki zavod, buni qarang. Bu yerda orqalaridan ko'rsatingda. Xudo xolasa imkon qadar harakat qilamiz zavod qilishga. Qarang. Pechkamizni yana bitta qulaylik tomoni. Zaslonkasi bo'ladi. Bilmaydiganlar ham bor, bilmaganlar uchun ham aytib ketish kerak edi. Bilganlarga bo'ladi. Zaslonkasi bo'ladi. Zaslonkasi bo'ladi. Zaslonkasi bilan havoni ligirovka qilinadi. Mana plotni tushadi. Yoqadiganlar bo'lsa 3-4 sm ochib qo'yib, bu eshigi vazifasi o't qalab olish uchun, tosh qo'shib bo'lsa tozalab olish uchun xolos. Keyin vazifasi tugadi buni. Asosan bunga o'tdan ko'mir solinaveradi. O't muddaasini tozalaydigani. Bu yerda 12-15 kunda bir tozalab qo'yiladi. Asosiy o't yonadigan joy 3 listda bo'ladi. Tepa pasti 2 listda bo'ladi. Tutamasligiga, tejamkorligiga, xudo xolasa bukilib ketmasligiga, egilmasligiga garantiya beramiz. Kimdaki mana shuncha yildan beri olayotganmiz, birorta xudo xolasa jalba tushgan yo'q. Agar kimgadir boshqalardan pulni 100% qaytib beramiz, pechka ham o'zida qolaveradi, eng zo'r tomoni. Dravlikalarimiz bor keyin. Xo'p, dravlikalardan olsak 24 ta pichoqdan iborat bo'ladi. Mana ko'rsatib kelingda. 24 ta buni zavodskiy bo'ladi. Turbalari keyin qalin turbada bo'ladi, ko'rasizmi? Ko'p odam aytayapti, bir joyda 2,5 million ekan, bir joyda 2,200 ming ekan deyapti. Bu biz xarid bitta narsadan pul tejab qolmagan. Mana buni ko'rsating mana. Tangilagan yo'q. Qalin listlar bo'ladi. Ichlari ham hamma qalin. Detallardan ishlanmadan pichoqlari ham mashinasida bo'ladi. Hech narsadan pul tejab qolmagan. Yana ham biz o'zi joyda 2,5 million qilib arzon qilib qo'ydik. Xudo xolasa kelaverasizlar. Pechka, dravlika bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.